Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar tahlili shuni ko'rsatdiki, sohada qonunchilikni takomillashtirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish hamda innovatsion muhitni mustahkamlash borasida izchil va tizimli faoliyat olib borildi. Hisobot davrida qo'mita tomonidan jami 11 ta qonun loyihasi ishlab chiqildi. Ulardan 9 tasi qabul qilinib, amaliyotga joriy etildi. 2 tasi esa hozirda birinchi o'qishga tayyorlanmoqda. Ushbu hujjatlarda intellektual mulk huquqlarini mustahkamlash, elektron tijorat va nashriyot faoliyatini rivojlantirish, shaxsning tasvirga bo'lgan huquqini himoya qilish, shuningdek to'lov tizimlari orqali ko'rsatiladigan onlayn xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan muhim normalar o'z aksini topdi. Bizning bir nechta yo'nalishimiz bor. Ulardan eng asosiy yo'nalishi albatta qonunchilik loyihalarini, qonunchilik tashabbuslarini ishlab chiqish. Ya'ni bu yo'nalishda biz 11 ta qonun loyihasini ko'rib chiqdik va 9 tasini Qonunchilik palatasi tomonidan yalpi majlislarda 3 o'qishda qabul qilinib, yuqori palataga yo'naltirdik va qolgan qonun loyihamiz bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Ikkinchi yo'nalishimiz bu nazorat tahlil jarayonlari. Nazorat tahlil jarayonlari doirasida 2025-yilda 13 ta nazorat tahlil jarayonlari amalga oshirildi. Ulardan 8 tasi vazirlik va idoralarning rahbarlarining eshituvlari va 5 tasi bu qonunlarimizda belgilab berilgan ularning vazifalari bor, ularni bajarilishi yuzasidan o'rganish amalga oshirildi. Juda ham ko'p e'tiborni biz aynan raqamlashtirish sohasiga berdik. Ulardan eng kattasi va eng muhimlaridan biri biz bilamiz, davlat rahbar tashabbuslari bilan hozirgi paytda ko'plab yo'nalishlarda raqamlashtirish jarayonlari shiddat bilan olib borilmoqda va sog'liqni saqlash jarayonlarida ham juda ham katta raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Mana shu jarayonlar doirasida Zimet loyihasi tatbiq etilindi va mana shu loyihani avvalo probatsiyadan o'tkazish jarayonlari bu Toshkent shahri, Yunusobod tumani va Sirdaryo viloyatida amalga oshirilgan. Biz joyga chiqqan holatda aholi bilan muloqot qildik, tibbiyot xodimlari bilan muloqot qildik. Mana shu jarayonlar qanday amalga oshirilyapti, integratsiya jarayonlari qanday amalga oshirilyapti, qanday kamchiliklar bor va ularni qanday bartaraf etilayotgani bo'yicha o'z xulosalarimizni qildik, hamkorlik o'rnatdik va jarayon albatta to'g'ri amalga oshirilayotgani va mavjud yoki yuzaga kelayotgan jarayondagi yuzaga kelayotgan masalalar juda ham tezlik bilan hal etilayotganini ko'rdik va o'ylaymizki, kelasi yil ham, ya'ni mana shu 2026-yil ham biz bu jarayonni davom ettiramiz va o'tgan yili qabul qilingan va tashabbus qilingan qonun loyihalaridan eng asosiylaridan biri bu sun'iy intellekt qonun loyihasi bo'ldi. Davlat rahbari 2024-yil noyabr oyida parlament bilan uchrashuvlar doirasida bir nechta qonun loyihalarini tashabbusini, taklifini ilgari surgandilar va ulardan biri sun'iy intellekt texnologiyasini huquqiy asosini yaratish masalasi edi. Bizni qo'mitamizni bir nechta deputatlar tashabbus huquqidan foydalangan holatda shu sun'iy intellekt jarayonlarini, huquqiy munosabatlarini shakllantirish yuzasidan mavzusiga yo'naltirilgan qonun loyihasi ishlab chiqildi. Alohida e'tibor sun'iy intellekt texnologiyalarini huquqiy jihatdan tartibga solishga qaratildi. Xususan, sun'iy intellektni qo'llash munosabatlarini tartibga soluvchi qonun qabul qilinib, ushbu yo'nalishda fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishning huquqiy asoslari belgilab berildi. Nazorat tahlil faoliyati doirasida yil davomida jami 13 ta tadbir o'tkazildi. Ularning 8 tasi vazirlik va idoralar rahbarlarining hisobotlarini eshitishga, 5 tasi esa qonun hujjatlarining ijrosi holatini o'rganishga bag'ishlandi. Jumladan Raqamli texnologiyalar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda Innovatsion rivojlanish agentligi faoliyati alohida tahlil qilindi. Shuningdek, innovatsion faoliyat to'g'risidagi va telekommunikatsiyalar to'g'risidagi qonunlarning ijrosi hududiy misolda, xususan Samarqand viloyatida o'rganildi. Bilasizmi, 200 dan oshiq murojaatlar kelib tushgan. Hozir har bir haqida individual gapira olmasligimiz mumkin, lekin umumiy tartibda aytishimiz mumkin. Albatta, qonunchilikni takomillashtirishga ko'plab takliflar kelib tushadi. Xususiy masalalarda, shaxsiy masalalarda yoki o'sha jamoatchilikni qiynayotgan turli xil yo'nalishlarda albatta murojaatlar kelib tushadi, lekin aksariyat murojaatlar, ya'ni o'sha 80-90% ijobiy hal qilingan. Bevosita biz prezidentimiz ham doim aytib o'tadilar, ijro hokimiyati bilan hamkorlikda ishlash, ular bilan konstruktiv muloqot qilish va mana shu mexanizmlarni kuchaytirgan holda saylovchilar tomonidan yoki murojaatchilar tomonidan yo'llanayotgan murojaatlarga ijobiy yechim topishga harakat qilamiz.
Hisobot yilida deputatlar tomonidan mansabdor shaxslarga fuqarolarning huquq va manfaatlarini ta'minlash bilan bog'liq jami 26 ta deputat so'rovi yuborildi. Qo'mita nomiga kelib tushgan 281 ta murojaat ko'rib chiqilib, ularning 205 tasi ijobiy hal etildi. Qo'mita a'zolari ishtirokida 52 nafar fuqaro va tashkilot vakillari qabul qilindi. Shu bilan birga qonun ijodkorligi jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida qo'mita huzurida ekspertlar, mutaxassislar va fuqarolik jamiyati vakillaridan iborat jamoatchilik kengashi tashkil etildi. Qo'mitaning kelgusidagi faoliyati ham innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayonlarini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilishi belgilandi.